Tak, hammaga assalomu alaykum. Mikrofonni yaqinroq qilib olamiz. Bir. O'lmang, hammasi yaxshi, hammasi joyida. Efirimiz boshlandi. Xo'p, bizda 1091. Давай. Так. Audi NZD sell. Biz jonli efirda ham trade qilaveramiz. Audi NZD. Hormanglar, yana bir bor. Audi NZD. Har doimgidek jonli savdo o'rtoqlar. O, mana qaranglar, spread necha bunda jinniga o'xshaganda, o'shaning uchun ekanda. Qaranglar. Ochishdan pastga ketdi, hali ham minusdaman. Spread kattaligini hisobiga. Qalay o'qish ketyapti? Nima savolinglar bor o'rtoqlar menga? Mana sizlarda shunaqa imkoniyat bor, shaxsan menga savol berish, bemalol berishinglar mumkin. Ambrikda ideyalarni aytib o'tib ketay. Amerikanskiy sessiya boshlanguncha, demak, aksiyalarni aksiyalarni ham boshlaymiz. Bu endi kanal uchun yozyapman. Tak, еще bizda nima bor? Opera bor. Tak, operani beramiz. Bermasak bo'lmaydi. Yaxshi savol bo'pti. Muhammad Amin Ismoilov nima deb o'ylaysiz? Tilla 3000 ga chiqadimi? Primoy savolga primoy javob. Bilmayman. Va bilishni ham xohlamayman. Va meni o'quvchilarim ham bilishlarini xohlamayman. Nimaga? Sababi bizga narxni qayerga ketishi вообще farqi yo'q bo'lsagina, o'shanda sizlar meni o'quvchimga aylanasizlar. Bo'lmasa internetdagi bekorchilardan farqinglar qolmaydi. 3000 ga chiqadimi yo'qmi? Nima farqi bor, chiqadimi yo'qmi? Sizlarga o'rgatilgan, mana oddiy misolda, mana kirish nuqtasini ko'rsataman, tillada kirish nuqtasini ko'rsataman. Agar sizlarga o'rgatilgan narsa bo'yicha bo'lsa, xursand bo'lasizlar. Agar просто tak boshqacha yo'nalish bo'yicha bo'lsa, xafa bo'lasizlar. Bo'lishingiz mumkin. 6 mana yarim soatlik time frame'da, например. Fraktalniy, обычный liniya, to'g'rimi? Mana liniya. Bunga nima deysizlar mana? Zelka qachon ochilgan ko'rasizlarmi? Вот, например. Mana.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xuddi shu liniyadan bo'lib, nima qilasizlar qiyinlashtirib. Oddiy, mana oddiy prostoy struktura. Undan oldingi padeda ham oddiy liniyani buzish orqali bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Nima kerak o'rtoqlar qiyinlashtirib? Aytinglarchi menga. Yopishi mumkin edi ham bitta mana. $100 da. Menga meta yoq, shunaqa meta yoqyapti bor. Formirovka shunaqa chiroyli bo'lyapti. Judayam chiroyli kanalda bor. Ну, примерно как-то вот так, например. Anaqa ketishi mumkin-da bu. Aytgancha BTC ko'rdinglarmi qayerda qotib qolganini? O'sha atrofda yopilsa bilasizlar nima bo'lishini. Lekin kichkina time frame'da mana bu model bor. Mana hozir chizib qo'yinglar adashmani. Mana shu qisqa muddatda pastga narxni olib ketishi mumkin bo'lgan model. O, tak, shuni bemalol chizib qo'ysanglar bo'ladi. Tak. Sog'liq yaxshimi? Hozir Amerika boshlansa yana yondiramiz. Indekslarda kirib ko'ramizmi? Nima deylar? Например. Indekslardami kirib ko'ramizmi? Mana bu model razработкасы shuni. O'rtoqlar nima deylar? Bir yildan beri o'qiyman. Hozir o'rgan strategiyalarni hammasini bilaman, lekin menda o'xshamayapti. Mana sizga praktika yetishmaydi. Asta sekin praktika bilan o'rgansangiz, samar hammasi zo'r bo'ladi, ishoning. O'xshamayapti deysiz, to'g'rimi? Nimaga bizlarda mentorlar bor, nimaga biz bor, nimaga gruppa bor? Ana shu o'xshamayotgan narsani sababini ayting. Dangasa bo'lmang va boshqalarga ham tegishli. Kimda o'xshamasa, bizani vazifa o'zi bilasizlarmi nima? Sizlarni plyusga chiqarish emas, o'sha o'xshamaydigan narsalarni topish. Bizani vazifa shu. O, chizib qo'ygan ekanman, tayyorman. Indeksda mana shu bitta botirib olamiz-da, o'rtoqlar, xullas. Euro Audi. Mana funt Audi tur. Kirites. Da.
bor retest. Sog'liqlar yaxshimi? Shu yaxshi emasda. Tuzalishi arafasidamiz. Bir xil paytlarda oddiy liniyalar ketma-ket ishlamay qoladi. Shunda nima qilish kerak? Oddiy liniyalar ishlamay qoladi. Masalan, menga datani ayting va instrumentni ayting. Mana shunaqa savollar bersanglar yaxshi, qolganlari ham qiziq masalan. Qolganlari ham qiziq, to'g'rimi? Oddiy liniyalar ishlamay qoladi. Liniya bu strategiya emas, o'rtoqlar. Liniya bu filtr-ku. Liniya buzilayotganda minimum va maksimum o'rtasini qisqa bo'lish kerak, to'g'rimi? Например, stop loss zona, liniya buzib bursa har doim kirilmaydi. Masalan, oddiy misol mana. Oddiy misol mana. Mana liniya, to'g'rimi? Mana. Liniya buzgandan keyin kirilgan va stop loss zona bilan potensialni ko'ringlar qanaqa, например. Endi farqini tushuntiraman boshqasini. Mana masalan, uslovni. Mana masalan bu. Mana qarang, endi qarang. Risk farqini ko'ryapsizmi? Bu yerda kirishingiz kerak, уже risk katta. Demak, bu nima degani? Bu degani kirma degani. Mana endi bitta zo'r model. Liniya buzgan nuqtada maksimumga risk. Вот и все. Shunaqa fikrlarni yozib qo'yinglar, storiesga qo'yamiz. Bizda mana live trading. Ikkita pozitsiya ochiq, choq $100 bor. Ana o'quvchilarning fikri. Oppa. Hozir 1 minut o'rtoq. Amerikan sessiya boshlanishiga atigi 5 minut qoldi. Kim uspet qilsa, men bilan birgalikda zelga qilishi mumkin. Tak, Telegram gruppaga yozinglar, Telegram gruppaga. Hammada bor, Telegram gruppa gubernatsiya yozib olinglar, hozir menda ko'payib ketgan.
Yozdinglarmi? Voy, esimdan chiqib ketdi. Bu yoqda ham jonli efir ketyapti bor. Azaka, все, Azaka deb yozdinglar, to'g'rimi? Все, ketdi. Mana shu tiker deb yozaman, sразу hamma ko'radi men tiker aytganimni. Спасибо, что я сюда пришла. Очень много чего узнала, это мало времени. Ну, может быть, попробуй для начала там госпиталь что-то. До этого уровня только это будет. Может быть, позже. Спасибо вам большое, что ответили мне. Спасибо, всего доброго. У вас очень круто, вот, мне очень нравится. Так. Так. Instagramga kirib qo'yamizmi? Bolalar hozir audio NZ dedi, boru sel olsa bo'ladi, краткосрочный sel. Men sizlarga сразу tak, mana bundoq qo'yib qo'yamizmi? Так. Вот. Просто sababini ham tushuntirib o'tib ketyapman. Men spread kattaligini hisobiga sal voqliroq kirib, сделка ochdim, ну ничего страшного. Shu o'tirish неудобно ekan bu. Hamma hayron boru. Instagramga anchalar live qilmadim boru. Xo'p, Instagramdagilarga aytaman, sразу nima ketayotganini ko'rishinglar uchun. Sразу bizda live trade ketyapti. Bu yoqda YouTube'da, bu yoqda o'quvchilar sразу mana karaoke mikrofonni ushlab olganman, так что hozir men harakat qilaman sizlarga amerikanskiy sessiya paytida обычный дешевый aksiyalarni qanaqa qilib ovlash. Ovlaymiz. Dешевый aksiyalarni ovlaymiz. Да, есть. Eho yo'qmi? Bor. Eho bo'lsa yaxshiroq ekan. Kinolarga o'xshab chiqar ekan ovoz. Tillada сделкам bor. Tillada сделкам bor. Ko'rsam xohlasanglar, sizlarga ham qiziq bo'lsa. Tak. Sizlar o'rgangan narsa bo'yicha mana hozir gruppaga tashlayman. Gruppa yo'q bo'lib qoldi, ishonasizlarmi? Shunchalik anaqalar aktivistning kattaligidan bor. Menga tez yozib turinglar. Gruppalarni oltinimi? Вот, 3-1. Вот mana tilladagi сделкам, короче. Ko'ringlar, qanaqa ko'rasiz? Faqat meni ko'ra olasiz. Есть. Американская сессия открыта. Вот. И bizga kerak bo'lgan Nvidia пока pastdan. Nvidia bugun minimum ursa pastga ketadi, ko'rasizlar.
Audi audiensini ko'rdinglarmi? Давай. Hop. Audi. Просто spread katta-da, kam yuradi. Punktaji kichkina bor audiensini. Spread katta, punktaj shuning uchun noqulay. Atak hozir bir boshqa valyuta bo'lganda olardik 10 pips mana shuni o'zida bor. Chunki отработка chiroyli-da o'zi. Gruppaga yozib turinglar, men yo'qolib bosh topolmayman ishonasizlar. Onasini hepsi Telegram nechta kanal bor? Gruppalarni, ha, все. Так, live trading mana. Tak, ko'rsataman sizlarga birinchi siz bergan narsamni. Mana. Hozir o'quvchilarga yubordim. Mana vaqt o'tirishibdi bolalar. Mana. Отработка. Ko'rdinglar? Mana сделка. Efirda, jonli efirda ham, jonli efirda ham ketyapti. Просто noto'g'ri, ob'yom, katta ob'yomda ochish kerak bunaqa instrumentlarda bor. Ha, full marja emasmi ish qilib? Hammasi normalniymi? Menga bu, короче, BUga qo'yib qo'yaman. Yoqmadi menga вообще bu instrument. Hozir men shu funt yena bo'lganda bor, 20 punkt bo'lardi. Yozishga qo'rqib qoldik. Nimaga? Cho'tki ketyapti-yu. Gold gruppa. Men ham kirib qo'ydim audienslar. Oho, retest. Kichkina risk. 0.2 bilan. Easy bor. Bakka kuzatamiz. Tillarni ko'rsatdim-ku. Bir o'chib qoldimi? Oz boryaptimi? Bir. O. Shunaqa harakatni qayerdan topasiz deb savol berishibdi. Tillasel yo'q. Nega? Yana ko'rsating. River bor. Tillada sel bor mana. Nasdaqda пока под контролем. BTC baydami, seldami tilla. Xo'p, BTC ni qarab qo'yamiz. BTC o'sha aytgan o'rtalik hozir buzsa BTC bilasizlar, men u Bolalar Bitcoin'da ham kratkosrochniy ideya bor, hozir ko'rsataman sizlarga, chizib qo'yishingiz mumkin. U ham o'zingizlar o'rgangan narsalar bo'yicha. Tak, hozir men sizlarga chizib beraman. O'zi chizilgan turibdi, tayyor. M15 ga kirasizlar. O'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Вот. Zo'rku. Vahima qilasizlar, oqdi deb qo'yadi. U bittadan 15 minutlik switch bor. Nechta unaqa switchdan bo'lgan bor? Tillada sel bor.
Tillarda selni ko'rdinglar qayerdan o'tirganimanda? Tepada rasm tashladim ko'rdinglarmi? Audio NZda ham pastga ketdi mana. Sizlar ko'rmadinglar, mana onlayndagi o'quvchilarim ko'rishyapti. Что man Nasdaqda bay oldim. Sizlar ko'rmay qoldinglar. Kechikishgan kanalda oladi. Nima? Bular g'alati bular. Kim man kechki signalni olaman? Ey. Nimaga sizni xonangiz alohida? Kim beribdi shu? Nimaga sizni otingiz Azizbek? Shunaqa savol berishdi-da. Audio'nizni ko'rdinglarmi? Chiroyli, atributga. Ну, kam, конечно, но Давайте mana bu уравнение qilib yuboramiz. Ikkalasini qaranglar mana. Sizlarga endi ko'rinmayapti kompyuterda. Minus bilan plyusni ровно qilib yuboramiz. Davay. Audio NZD bilan bitta yopaylik shuni. O, ana endi toza o'zi qoldi. Nvidia Olimjon Soliyev. Eslab qoldim lekin mana shu bolani hozir gruppada topaman deb bolani keyin o'zidan so'rayman. U beringmisan deb. Xotiram kuchli. Azamatxo'ja qani? Keyingi kursimizda Olimjon Soliyev degan bola bor ekan. Olimjon Soliyev. Kelchikda signal kanaldan oladilar, signallanibdi. O'sha bolani topib yozing ichkasiga. Bu informatsiyani qayerdan olibdi? Kelchik ketibdimi unga? To'g'risi. Meta long mana, metani long. Mana qaranglar, meta. O, bitokni ko'ryapsizlarmi o'tganini? Tak, meta. Meta ham ketdi mana. Tak. Men sizlarga hozir metani aytaman, краткосрочный. Bu kun ichida savdo bolalar va sababini aytaman. Краткосрочный чисто. Take profit 736. Ну, да. Так. Meta. Ko'rdinglarmi? Nima bo'lyapti? Qaysi program? Mikrofonda o'tirib mana zalga informatsiya berib turibdi. Meta. Все, Audi NZ'dan qutulsanglar bo'ladi. Izorar ekan u bor. Ko'rdinglarmi? U sizlarga o'rgatilgan narsa bo'yicha hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Может, kechik bergandir bu ideyani ham boya.
Nvidia. Nvidia'da kichkina minimalniy lot yo'q deb, shunaqa bir sevog'im keldi. Traynoy vershina degan model bor, bilasizlarmi bolalar? Klassический kim biladi? O'quvchilar biladimi? Live'dagilar. Traynoy vershina. Hozir ko'rsataman sizlarga. Traynoy vershina qanaqa bo'lishi. Tak. Traynoy vershina. Ko'ringlar. Bu degani Nvidia minimum juda ham kuchli degan. Super kuchli. Вот и birinchi tasdiq bo'lishi bilan kirsa bo'ladi-da sizga. Tilla tepaga. Qani u zalda ichkarida tilla o'qiyotgan odam nima bo'ldi? Bay oldingizmi? Olimjon topildi, yozdik ham. Nima deb javob berar ekan? Achki qani, nega achki? Hormela salomat bo'ling. Ostilla past ketsa bay olaman lekin. Minimum yengilasa-da, bu qiyin qancha yengilashi bor. Negaligini tushuntiraman sizlarga. Чисто kombinatsiyada bu. O. Nvidia. Tayyormisizlar? Nvidia. Hozir minimum bo'lsa ko'rasizlar o'sha. Ma'naviy boylik zo'r fikr berdingiz. Harakat qildim. Bolalar Instagramda anaqa live ketyapti-da, signal berishyapti, foydalanamizmi? Audio Frank Sell deyishyapti, bor, stop loss qatta. Men lekin shunaqa odamman, primoy, hammaning gapiga ishonaman, bor. Ochishim mumkinmi? Chunki tepaga kelsa ham keyin chiqarib olishim mumkin-da. Пока все под контролем. Dollar yana. Hachab dollar yana bor-ku. Shuni ko'raylik. 12 dollar, 13. Например, условно. Hozir past ketadi dollar yana bor. Hacha bir lot sell-off ko'raylik shuni. O! Uzr bolalar, uspet qilmadim. Uzr. Bum. Ko'rmadinglar, faqat live'dagilar ko'rdi, bor. Ko'rmadinglar nima bo'lgani, bor. Dollar yana ochiladi. Ko'rdinglar? Faqat uchinlikni ko'rishdi, bor. Voy,
voy. Kimga qiziq bo'lsa kelsa ko'rsataman. Yo, endi men hozir mana zelka mana yopilgan turibdi-da. Ko'rdimmi? Mana zelka bir lotni ochdim-da. Aha. Ya, qara, yaxshiyam men zapis ketyapti, zapis bor-ku. Voy, tushundinglarmi? O'tdi bizani robot bor. Robotlarimiz omon bo'lsin. Ana qaranglar. Mana bir lot. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bugun. Mana. Mana dollar yanada ochish kerak deb. Endi sababini yubormoqchi edim. Hozir, ha. Ha, do'li sekund olib ketib qoldi bor-ku. Просто Bitta shuni aytdilar ket. bir pipsal tepaga yurgani yo'q bor-ku. Shunaqa. Va dollar yenada. Bum. Yo'sh. Qaranglar, tez skorost qaranglar. 35. 30. O audiensiyada ezilib ketdi boya, ko'rdinglarmi? Punkt kam bor-ku. O tak. Ko'rdinglarmi? Katarapa. Endi uspet qilinglar-da sizlar ham. Yangilik bormi qanaqadir? Men kalendarga qaramayman-da, bor texnika, chis texnik. Kalendarda yangilik. Hozir mana bolalarga sizlarga ham ko'rsatib o'tay, bolalar qaranglar. Mana uchburchak bor-da, prostoy model. Mana, чтобы tushunishingiz uchun. Ko'rdinglarmi? So, unaqa Amerika ochmanglar bu. То есть именно mana shu proboyni ko'rdim-da. Mana proboy oldi, tushundinglarmi? Proboy yopildi, switch yopilishi bilan bum. Ну, chiroyli model, обычный треугольник. 1 sekundda $100 yomon emas menimcha. To'g'rimi? To'g'ri. Choq $100 degani mana shu bo'ladi-da. Dollar tillarda, короче, soat 7 da degan. Уже o'tdi. Yo'q, 7 da. O, audiensiyada ketibdi. Da. Endi 10 ezilib ketdi. Nima? Qo'li siqchigan bola ekansiz. Bilaman, o'shancha aytayapman-da. Nimada hammasi plyusni. Menda plyusim qisqaryapti. 7 da tilada degan lekin. Ko'ramiz. Bolalar, uchinchilar mana bu yangi onlayn kurslarga tushunmay qolishlar bo'lgandi. Shu zapis qolasizlar, o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Zo'r bo'ldi lekin a. Men sizlarga endi yubormoqchi edim. Yo'q, bunaqa tez ketadi deb o'ylamadim-da. Mana o'ylamadim. Çok yüz Eshitdingmi? Boya kimdir anaqa dedi-yu. Этот Gechikdan oladi dedimi? Ha, Signallar momentalno. turib. O'zi yopmasam ham bo'ladi. Просто reaksiya uchun mana yopdim просто. Qaysi bor dollar? Dollar yana, mana dollar yenadi. Mana dollar yenadi mana. Треугольникdan chiqishini qaraylik. Вообще простой model, zo'r model bor. Ясный, понятный модель, да? Mama nima bo'pti? Og'riq bormi? Bor deydi. Xo'p, Nvidia-chi? Biz olgani yo'q mana. Mana buni biz ko'rasizlar qanaqa движение bo'lishini. Tak. Bu buzilgani yo'q. Tak, endi BTC. O, liniyani kuchini qaranglar. Ko'rdinglar? Bu nimani bildiradi bilasizlar? Haqiqatan ham shu liniya bor degan. İşleyapti. Haqiqatan ham bor degan. Keyingi safar buni buzsa sho'ng'iydi menimcha. Скорее всего, tez pastga tushishi kerak. Juda tezlik bilan tushishi kerak. Netflix hamma anaqalar hozir shunaqa krupniy kompaniyalar kun ichida bo'yicha bergan, mana qaranglar, ketyapti, ko'rasizlarmi?
Tak, nima bo'ldi bizani? Ey, bola. Obakitondondan olmaysanmi degan kino ko'rganmisizlar? Kim ko'rgan shu kinoni? Siz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Katta Leslikdan kino bo'lyapmiz. Arabada yuribdi. Ha, o'sha. Пока так. Xo'p. Bizda 76 zrители. Bu yoqda 400 zrители. Yopdingizmi? Choq. Ketishini qaranglar. Сволочь. Dальше ketadi bu boru. Хотя bu ложныйlarni yaxshi ko'radi. Mana shularga kelganda efir bir xilpatli yetmaydi. Shunaqa momentlar bo'ladi. Agar FX da aksiyada kriptoda trade qilsanglar bor, 24 soat trade qilsa bo'ladi. O'tirib qolib. O. Bir lot ochdim, to'g'rimi? Risk 3ga bo'lib tashlash mumkinmi? Mumkin. Bemalol. Для интерес. Просто так, man. Olingan profit, то есть risk qilish mumkinmi? Juda mumkin. Nazorat qila olamizmi? Именно birga emas, 3ga bo'laman, ko'rdinglar? Nimaga вероятность? Blok o'zini tanishtirganlarga. Nima tilda yozishyapti-da. Men ham shu JP'ni kuzatayotgandim, lekin birinchi sho'ng'ib tushib ketishini kutmagandim deb yozyaptilar. Mikrofon jonga tegdi. Tepasidan. Всё. Вот. Ko'rdinglarmi? Bir lot 3ga bo'lib riskini. Просто psixologik yomon-da, sразу berib yuborsangiz. Ну, ладно, baribir ishni yo'qotmaysiz-ku. Вот так. O'sha kuchli uровень bor-da. Kuchli. Kechasi hozir buni ham bitta botirib olamiz bayga. Skrytli kanal deydi buni. Raboy zo'r atravotga qilgan bor. Men bilan bekorga emas. Так. Bizga nima kerak yana? Так. Audience ketdi bari qaranglar. Deyarli proboydan keyin deyarli biz tomonga yurdi boru. Kanada chegarasiga yetib qolamiz. Live'da o'tirganlar. Kanada chegarasi. Kinoda. Красавчик. Так. O, men pastga yurmoqchi. Mana. Buni endi live'dagilar oldindan ko'rgan, ochilgan, yopilgan nuqtani qaranglar, zona. Chiroyli. Ochilgan kanalning yuqori to'shkasi. Tipa вот mana qayt mana. Kanalning yuqori nuqtasi. Yopilgan shunchaki kuchli trendning 23%. Efirda yopganman mana shu. Mana shuni ham bani o'quvchilar bilan efirda yopganman. Eslaysizlarmi? Alo, eslayapsizlarmi? Yo'q, alo. Ko'rdinglar, menga qarshi yurgisi kelmayapti bora. Ochgandan keyin to'xtab qoldilar. Yuradi.
Yurmasa ham farqi yo'q. Nasıl foydalı? Qancha lavash pul chiqsin? $5 qancha bo'ladi O'zbekiston so'mida? $6. $7. Lavash nechi pul? 40 ming. Mana. Sana zor. Onasini. Все. Lavash puli bor, onasini. Gavga. Zато моментально ketdi-yu. Все, borib lavash yeyman endi. Nvidia. Ну, minimum пустой. Audiensda молодец. Nvidia молодец bo'lishi mumkin. Euro Audi maksimumni bursa молодец bo'ladi. Har doimgidek 1 soat. Rovna 1 soat bo'pti. Hop, necha pul yopdim? $10. 100 qancha beradi? 113 ming bo'ladi. $10. Lavash beradimi hozir? $10. Ha? İkide beradi. Yaxshi lavash. Sana zor. Tandır lavashni ikkita beradi. İşte beradi. Все, bor lavash yeymiz. Xullas, tilladagi zelkamiz ochiq qoldi. Men har kuni mana shunaqa tesigacha tayyorlab qo'yaman-da ideyalarni. Просто endi tayyorlash istoriyamni oldin ko'rganinglarda hayron qolardinglar. Hozir hammasi avtomatika, signallar, hammasi tushundinglarmi? Buni hamma qilishi mumkin. Sizlar ham qila olishinglar mumkin. Tayyor. Например, prostoy narsalar, oddiy narsalar bor. Filtrlar bor. Например, ishoninglar, odamlar bor-ku, hamma narsani kimdir o'rgatib qo'yishini xohlaydi. Bu yomon emas, lekin ishoninglar, odamda fantaziya degan narsa bor-da. Oddiy misol. Masalan, trendni kuchi, kun ichida savdo. Masalan, oddiy misolda 1 soatlik time frame. Masalan, 21. Это klassika, Wall Street bo'yatdi bor-ku. 21 sessiya paytida 21 dan tepadan pastdan oddiy filtrlar tushunasizlar, prostoy narsalar. Lekin o'sha oddiy narsalarni ishlashini ko'rsanglar hayron qolasizlar. Masalan, misol uchun oddiy model, qaranglar, qanaqa chiroyli model. Qanaqa u ringan просто так mana. Realniy oddiy model. Sizga uspitan qilmay qoldim zelka ochganimda bor. Bolalar dollarga qaranglar demoqchini cho'qqa turib qoldi pastga bor. So, keyin qap davom ettiramizmi? Tilama deydi. Haliyam. Tilla endi zelka menda osilib yotibdi, bilmadim nima bo'lishini to'g'risini aytsam. Ko'ramiz. Birga bo'lib. So, yigitlar, FPDgilarga hammalarga omad, rahmat, charchamanglar. Sizlar bilan yana gaplashamiz. Sizlar bilan hozir gaplashamiz. Sen ham shuni olib borib qo'ysa, hozir chiqaman. Вот так. Pach kelib xudo xohlasa hammalar shunaqa уверенный savdo qilishga boshlaysizlar. Dangasa bo'lmasanglar bo'ldi. Sizlar bilan gaplashamiz hozir. Все. O'rtoqlar, rahmat. O'quvchilar, dars qilinglar, ko'rdinglar. Sizlar o'ylaganchalik hammasi uni qiyin emas, ko'zingiz bilan ko'rdinglar. Men samый главный sizlarga ko'rsatib berishda davom etaman. Чтобы sizlarda уверенность paydo bo'lishi uchun, чтобы azhalik video darslarni tashlab dars o'tmaydi. Shuning uchun kursga uspet qilmaganlar o'zi biladi nima yo'qotganini. Sizlar bilan biz hali kamida yarim yil live trade'da tajriba to'playmiz. Hammalarga omad, charchamanglar o'rtoqlar.